Go jigarlar. Xo'p, bugun registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman. Qanday qilib registratsiyadan o'tish do'stlar? Registratsiya mana shunday Telegram kanali kiramiz do'stlar. Telegram Toshbet.uz kanali. 1xbet skachat qilib olganimizdan keyin do'stlar, mana bunday bo'lim chiqadi. Mana shunday holatda chiqadi sizlarda. Yangi обновлениялар bor do'stlar. Registratsiyani bosamiz. Registratsiya bosilgandan keyin по телефону, по email, 1 klik через sotshet bo'limlari bor do'stlar. Xo'p, telefon orqali, email orqali, 1 klik orqali registratsiyadan o'tsa bo'ladi do'stlar. Xo'p, men 1 klik bilan ko'rsatib o'taman sizlarga hozir. 1 klik. Xo'p, mana bunday bo'lgandan keyin do'stlar, mana bu yerda bonus va sport degan joyga Casino Games tanlaymiz va 120, 130, 140 foizlik hozirgi kunda xo'p 100 ming so'mdan boshlanadi. Depozit qilinganga qo'shimcha foizlar qo'shib beradi do'stlar. Qancha summa katta bo'lsa 2 million, 3 million, 5 milliongacha katta summaga katta summalar bonuslarni qo'shib beraveradi do'stlar. Mana promokod degan joyga, o'sha bonusni olish uchun promokod degan joyga do'stlar. Xo'p, mana bunday qilib turib Toshbet promokodini kiritgan bo'lishi kerak. O'shanda bonus olinadi albatta. Tak, galochkani qo'yamiz do'stlar. Registratsiya tugmachasini bosamiz va kutib turamiz. Mana bunaqa haqiqatan robot yoki robot emas ekanligini tasdiqlash uchun mana shunaqa bo'lim chiqadi do'stlar. Bu bo'limdan albatta o'tishimiz kerak va bizga login parol beriladi. Mototsikl deyapti. Mototsiklni belgilaymiz do'stlar. Mana bu yerda подтвердитni bosamiz. Bu holat 2-3 marta takrorlanishi mumkin. Menda hozir 1 martada o'tdi. Mana ko'rib turganlaringdek login parol berildi. Buni saqlanib qilib qo'yamiz, skrinshot qilib qo'yamiz va dalini bosamiz do'stlar. Undan keyin mana shunaqa holat chiqib keladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa holat chiqib kelgandan keyin albatta menyuga bosamiz, настройкаga bosamiz do'stlar. Mana bu yerda настройка безопасность degan joylar bor. Mana bu yerda nomerni kiritamiz do'stlar. Mana bu yerda telefon nomeri, raqamni kiritamiz. Kod SMSlar keladi. Pul yetishda va yetishlarda qiynalmaslik uchun shunaqachin oson yo'llari bo'ladi do'stlar. Xayr, sog' omon bo'ling. Ko'rishguncha.